begizga aylangan to'g'nag'ich. O'g'lingiz har kuni begiz bilan meshlarimni teshyapti. Sizday ulug' odamning farzandiga shu ish munosibmi? Donishmand mulzam bo'lib uzr so'rabdi. Meshlarning haqqini to'labdi-da, xotinini chaqirib voqeani bayon qilibdi. So'ng biz bolamizga bunday tarbiya bermagan edik. Luqmasiga harom aralashib qolmadimikan deb so'rabdi. Xotini picha o'ylagach, siz nima topib kelgan bo'lsangiz, biz o'shanigina yeymiz. Bizdan gumoningiz noo'rindir debdi. Ota, men uyga harom luqma keltirganimni eslay olmayapman. Tongga qadar yana o'ylaylik debdi. Tongda xotini aybdor odamning siniq ovozi bilan debdi. Bir voqeani bexos esladim. Shu bolaga homilador ekanimda mehmonga borib edim. Dasturxon noz-ne'matga to'la edi. Undagi apelsin ishtahamni qitiqlab, nafsimni o'zimga hukmron qilib qo'ydi. Eshitib edimki, homiladorlik chog'ida ayol yegisi kelgan narsadan tatib ko'ra olmasa, bolasi nuqsonli bo'lib tug'ilmog'i mumkin ekan. Mezbon nechundir oling, yeng demadi. Nafsim esa tinchimadi. Oqibat mezbon chiqib ketgach, apelsinni qo'limga olib, to'g'nag'ich ignasi bilan asta teshdimda, bir tomchi sharbatini simirdim. So'rab olinmagani uchun balki shu luqma harom bo'lgandir. Xotinining iqrorini eshitgan ha barakalla. Anglab yetibsiz. Tezda o'sha xonadonga boring-ku, voqeani bayon qilib, o'sha bir tomchi sharbat uchun rozilik oling degan ekan.